Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz obunachilar va Rohat House'ni aziz mehmonlari. Yana efirda Rohat House, meni suhbatdoshim, taniqli sohibkor, ishbilarmon inson. Rohat House brendi asoschisi Husniddin Ro'ziboyev bo'ladilar. Husniddin shu har gal Rohat House'ga tashrif buyurganimda, mana endi butun qishloq bilan o'tib kelaman-ku, G'ulakandoz bo'ylab o'tib kelaman. Havo issiq payti ayniqsa shuna kirib kelsam bir boshqacha havo. Mana shu Majnun tollar, hali operatorimiz ko'rsatadi bu joylarni. Mana shunaqa chiroyli Majnun tollar, bir boshqacha ob-havo, atmosfera umuman boshqacha shu yerda. Mana shu Majnun tollarni o'ylaganmidingiz? Mana 10 yil, 15 yil bo'lgan bularga. 10 yildan keyin mana shuna Rohat House binosi quriladi, ko'ngilochar markaz ochaman deb xayolingizga kelganmi? Avvalam assalomu alaykum aziz Rohat House'ning mehmonlari, do'stlari. Murodjon aka, savolingiz uchun juda ham katta rahmat. Dam olish maskanini yaratishni qachon o'ylaganding? Bu 10-15 yillik tollarga qaraganda oldindan shuni fikrlaganmiding degan fikringiz bo'lishi mumkin. Deb savol berasiz, to'g'rimi? Bu savolingizga javob shundayki, sal uzoqroq javob beraman. Men yoshligimdan dam olish maskanlarini o'zim iste'molchi sifatida yaxshi ko'rganman. Qayerga borsam, har bir ekilgan daraxtga, har bir qilingan ishga, har bir yaralayotgan narsaga, mehmonlarni qabul qilaylik. Muhammadjon o'tirsin bo'lsa farq qilmaydi. Har bir ekilgan daraxtlarga, har bir qilingan ishlarga, har bir ko'tarilgan devorga, har bir devorning ustiga, ichiga, umuman dizayniga, rangiga, to'pa-to'g'ri. Qanaqangi imorat, qanaqangi dam olish maskanida mana hozirgi yoshimgacha bo'lgan bo'lsam, har doim sinchkovlik bilan, e'tibor bilan ko'rganman. Va har doim ko'nglimdan niyat qilardim, maqsad qo'yardimki, inshaalloh Xudo xohlasa vatanim Tojikistonda shunaqangi maskanlarni yaratish bizga ham nasib etsin deb niyat qilardim. Shu sabab bo'lsa kerak, qayerga korxona ochgan bo'lsam, qachonki korxonaga borsam yoki bir xonadonga bir ish boshlamoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda chiroyli daraxt, insonni hojatini chiqaradigan, mana dam oladigan maskan, basseyn, shunaqa narsani yaratganman. O'zimizning korxonamizda ham har doim korxonamizning ishchilari uchun, ayollari uchun, yigitlari uchun va o'zimning mehmonlarim uchun har doim dam olish maskani bo'lgan, tayyor bo'lgan. Keyin ustozimizni darslariga qatnashganimda shunda aytdilarki, insonni prednazначенияsi, inson hayotga nima uchun kelgan bo'lsa, o'sha narsaga yaratgan Parvardigor qalbimizga muhabbat qo'yilgan ekanda. Qalbda, insonning qalbida shu narsaga nisbatan muhabbat bor ekan. Shundan kelib chiqib, shu gaplarni, shu fikrlarni, shu nazariyani tushunganimdan keyin meni qalbimdagi muhabbat dam olishga qanday qilib men bundan xalqqa ko'rsataman deb keyin shuni yetdimki, demak men sauna yaratsam bo'ladi-ku. Dam olish maskanlarini qilsam, choyxonalar yaratsak, suzish, plavniya uchun olimpiy basseyn yaratsam bo'ladi-ku deb shundagi havasim kelib chiqdi. Mana Xudoga shukr nasib qilgan ekan, bugun biz ekkan tollarda, biz ekkan daraxtlarning tagida nafaqat o'zimiz, vatandoshlar maza qilib dam olishyapti. Shunda mana Rohat House brendi borgan sari ko'rsam mana shu mashhur bo'lib bormoqda. Alloh ishlaringizga baraka bersin. Mana shuncha mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Hammasini duosi ijobat bo'lib, mana borgan sari taraqqiy qilib boryapmiz. Mana bu yilgi mavsumda, mana qish mavsumi, qish mavsumi boshlandi. O'tgan yili biroz muddat ishladi Rohat House basseyni, ish to'xtagandi. Mana bu yil Xudo xolasa yil 12 oyga mo'ljallangan ish boshlandi. Qanaqa o'zgarishlar bor? Mana shu kompleksda hozir nimalar kirgizmoqchisiz, yana shu vaqtda ham mijozlarimiz, obunachilarimiz, vatandoshlarimiz bilishni xohlashadi. Rahmat, juda o'rinli savol bo'ldi. Rohat House brendini mashhur bo'lishiga nafaqat meni, butun komandamizni, butun partnyorlarimizni nimalari bor, mehnatlari bor. Shu jumladan hissalari bor. Shu jumladan
ustoz deb bilaman. Nohiyamizda taniqli tadbirkor, biznesmen akam Murodjon Pulotov akamlarni ham juda ham sizlari ko'p. Aynan shu akam menga mana shu shirkatga ba'zi bir fikrlarni, ba'zi bir ideyalarni g'oyalarni aytgandilarki, mana birgalikda bugungacha birga yaratib kelmoqda biz. Brend rivojlanishiga mana shu komandani, mana shu partnyorlarimizni Sharshara M shirkati asoschisi Murodjon Pulotovni juda ham hissalari katta. Bundan tashqari birga shu mana ustozlar bilan, komandamiz bilan o'tirib rejalar qilamiz, maqsadlar qo'yamiz. Siz aytganingizdek 2025-26-yil mavsumi sezoni uchun tayyorgarliklarimiz ko'p. Viloyatimizda va qolaversa respublikamizda bo'lmagan katta yangiliklar qilamiz. Turetskiy hammom, finskiy banya, mokriy par, tennis, amerikanskiy bilyard, massaj bir necha turlari, Yevropa kuxnyasini va natsionalniy milliy kuxnyamizni birlashtiramiz. Shu hammasi bitta kompleksda bo'ladi. Eng muhimi olimpiyskiy basseyn plus 30 gradusgacha isitib mijozlarimizga maksimal qulaylik yaratganki biza bu yil 12 oy bizning basseynimizda kelib foydalanishga, dam olishga 100% imkoniyat bo'ladi. Hozir shu siz o'zingiz javob berib qo'ydingiz, shu savol bermoqchi edim. Ko'cha-kuyda, ba'zi joylarda, ishxonalarda, bozorlarda yurgan paytimda ko'pchilik so'rardi, qish mavsumida basseyndagi suv sovuq bo'lmaydimi, borsa bo'ladimi deb savol berishardi. Mana o'zingiz 100% javob berdingiz. Demak, olimpiyskiy basseyndagi suv 30 gradusgacha isiydi. 30 gradus degani bu yozda bemalol cho'milasiz-ku. Xuddi ana shunday bemalol kelib cho'milishingiz mumkin. Cho'milishning foydalari haqida ko'p gapirganmiz. Grija disk deymiz, bel og'riq, oro immunitet, qon aylanishi, nafas olish ayniqsa o'z joyiga tushadi. Buni men doktorlarning xulosasidan kelib chiqib aytyapman. Shundan mana Rohat House brendida mana ko'rib turibmiz ko'ngilochar markaz. Bu degani mana bilyard bor, tennis bor, stol tennisi, kompyuter o'yinlari tashkil qilindi. Mana insonlarning salomatligi bo'lishi uchun, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi uchun fitness zal ishga tushish arafasida turibdi. Xudo xolasa. Ana endi bu katta markazga aylansa, bu xalq uchun, bu viloyat xalqi uchun, albatta bu butun viloyat mijozlariga joy torlik qilib qolmaydimi? Bu mana maydonlaringiz ko'rib turibmiz, bir 50-60 sotuvdan ko'p joy bo'sh yotgandek nazarimda. Kelgusida mana shu joylardagi nimalar qurish rejaga olgansiz? Yaqin 10 yillik deylik. Yaqin 10 yillikda juda ham Rohat House kompleksida o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Chunki Rohat House brendiga ishonch xalqimiz tomonidan, komandamiz tomonidan, partnyorlarimiz tomonidan katta. Biz bu ishonchni oqlash uchun yanada maskanimizni ko'ngilochar, quvnoq qilishga intilamiz. Yangi proyektlarimiz xudo xohlasa semiyniy, oilaviy dam olishga qaratilgan bo'ladi. Fokusimiz juda ham super original Yevropa va qolaversa mana shu Turkiya, chet eldagi standartdagi dam oladigan maroqli maskanni yaratishni rejalashtiramiz hozir. Bu undan keyin yana qo'shilib ketaveradi. Keyingi 10 yillikni haqidagi holiga zo'r rejalarni keyingi ko'rsatuvlarda xudo xolasa yana aytib beraman, to'liqroq qilib. Shundan mana shu bir narsani ko'pincha ko'rganimda so'ramoqchi bo'laman. Shunaqa katta olimpiyskiy basseyn qurish shartmidi deyman. 25 metrga? Bu 25 metrga. Endi uni kichikroq qilib, masalan, ham rasxod kam bo'larmidi deb o'ylayman. Qishlog'imizga endi 300 tonnadan ko'p suvni isitishni o'zi bo'lmaydi. Shartmidi? Maqsad nima bo'lgan mana shu basseynni qurishda? Rahmat, juda ham holiga o'rinli savol berdingiz. 300 kub suv bor haqiqatan ham. 300 kub suvni o'ziga yarasha har xil sostav dorilari bor. Misol uchun xlor deymiz, undan keyin HP degan dorilari bor. Testimiz bor. Biz har kuni ertalab test qilib, suvni tarkibini o'rganamiz. Suv insonni cho'milgan paytda salomatligiga xavfi bo'lmasligi kerak. Ya'ni nafaqat inson o'zi cho'milgan, hattoki
Biz bilolmaymiz-ku, misol kasal inson kelishi mumkin. Biroq kasali bor inson bilan birga cho'milgan holatda ham biz qo'shib boradigan dorilar, ya'ni ximik ma'lum bir dorilar, birinchi o'rinda insonning o'zining salomatligiga zarari yo'q, hech qanaqangi. Ikkinchi o'rinda yoningizda cho'milayotgan inson kasal bo'lgan taqdirda ham sizga yuqish imkoniyati nol. Hech qanday iloji yo'q. Bu narsa biza ispanskiy texnologiya, butun jahon tan olgan texnologiya bo'yicha ishlaymiz. Endi uzunligiga kelayotgan bo'lsak, kattaligiga kelayotgan bo'lsak, aka, qachongacha suzish bo'yicha jahon chempioni Ispaniya, Angliya, Fransiya deb ishlaymiz. Tojikistondan, Qo'laqandozdan deb ishlashga nimamiz kam? Bizning xalqimiz mehnatsevar, yigitlarimiz bo'yi baland, hamma sportga qiziqqan, turmuchali but yigitlar, turmuchali but qizlar, to'g'rimi? Inshaalloh Xudo xolisa bizdan yaxshi sport muallimlari kelib, Xudo xolisa shu yerda maktablarimiz yurib ketsa, mumkin keyingi keladigan olimpiadada Qo'laqandozdan suzish bo'yicha chempion chiqar. Bu ilohim aytganingiz kelsa, mana shu gapingizni davomida shu narsani so'ramoqchi bo'ldim. Deylik, mana ko'pchilikka qiziqdi. Masalan, hammasi bilan telefon qilish imkoniyati yo'q. Hamma jur'at qilmaydi siz bilan gaplashishga. Shu men savolim orqali hammaga, yoshlarga asosan murojaat qilib aytishingizni xohlardim. Masalan, suzishni bilmagan yoshlar 20 yoshgacha bo'ladi. Ko'pchilik bizda mentalitet shunday tortinadi. Borsam cho'milishni bilmayman. Masalan, ba'zilar ko'pchilik bilan shug'ullanishingiz kelmasligi mumkin. Alohida shug'ullanish uchun imkoniyatlar qilib berib olasizmi? Yoki gruppa bilan shug'ullanishga imkoniyat bo'ladimi? Shu haqda ham bir suzish maktabi haqida ham bir ozgina to'xtalib o'ting. Suzish maktabi haqida to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, nima uchun biz suzish maktabini tashkil qilishni xohladik? 2025-yil statistika bo'yicha, mana Aziya Plusni o'qib ko'rishlaring mumkin, internet mana to'la ma'lumot. 2025-yil Aziya Plusni ma'lumoti bo'yicha tojikistonlik fuqaro mana shu 2025-yil avgust oyigacha 105 kishi noxush holat bilan suvga cho'kib vafot etgan. Ana shunda. Lekin agar shunaqangi suzish maskanlari ko'p bo'lganda, har bir fuqaromiz to'g'ri suzishni o'rganganda bu holat 90% ga kamaytirish mumkinmidi? 100% ga kamaytirish mumkinmidi? Agarki bizning qo'limizdan shu narsa imkoniyat bor ekan, bugun suzish maktabini tashkil qilib, qadrli vatandoshlarimiz suzishni o'rgatsak, bu juda ham katta plus deb o'ylayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, nafaqat 20 yoshgacha 7 yoshdan olamiz. Bizning sport muallimalari bor, muallimlari bor, trenerlarimiz bor. 7 yoshdan boshlab shug'ullanishadi. Individualniy gruppalarimiz bor. Aynan o'sha shaxsning o'zi bilan ishlaydi va gruppa 8 kishi, 10 kishilik gruppalarimiz bor. Hamma sharoit bor. Deylik, maktab o'quvchisi ertalabki, abitdan keyingi gruppamizga kelsin. Abitdan keyin o'qisa, ertalabki gruppamizda qatnashsin. Gruppa bizga xalaqit bermaydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, yigitlar bilan yigit muallim shug'ullanadi. Ayollar bilan qizlar bilan qiz bola muallimi shug'ullanadi. Muallima shug'ullanadi. Ayollar sarvinavanniya qiladiganda, mashg'ulot o'tkazayotganda xizmatchilarimiz ham ayollar bo'ladi. Spasatel ayol bo'ladi, tozalagich ayol bo'ladi, hisob kitobchi ayol bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, eshikdan erkaklar kirmaydi, yigitlar kirmaydi. Ichkari faqat ayollar bo'ladi. Ayollarning tayimida yigitlarnikida ayollar bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu uchinchidan. To'rtinchidan, cho'milgan paytda suvimizni isitishiga kafolat beramiz va gruppalarga yana qo'shimcha parilkani ham yoqib beramizki, parilkada bemalol qurinib, tashqariga chiqishganda shamollamasligini oldini ham olamiz. Biz bunga intilamiz, shunga qarab harakat qilamiz. Va Xudo xolasa niyat qilamizki, ilohim bizning ham davlatimizdan, Tojikiston davlatimizdan chempion, suzish bo'yicha chempionlar chiqsin. Xudo xolasa albatta Tojikiston bayrog'ini yuqoriga, xalqaro arenalarda yuqoriga ko'tarayotgan yurtdoshlarimiz paydo bo'ladi va albatta kelgusi avlod, yosh avlod, даже hattoki katta yoshdagilar ham shug'ullanib o'zlarining salomatliklarini tiklashadi. Bir taqvodor akam bilan o'tirib qolganimda, u aka aytdilarki, har bir ota o'g'lini masalan yugurishga qiziqtirmasligi mumkin, futbolist qilishi shart emas, lekin har bir ota deganda
o'g'lini suzishga o'rgatishi shart degan. Albatta. Men o'zim diniy ma'lumotim yo'q. Sunnat. Hech narsaga bir nima ham qilish niyatim ham yo'q, lekin agar shu akani gaplariga kiradigan bo'lsam, har bir ota-ona o'zini farzandini o'rgatish kerak. Aziz ota-onalar, mana hozir Usnodor Uzuboyevning so'zlariga qaraganda, suzish maktabi tashkil qilingan. Siz farzandingizni sog'lom bo'lishi uchun albatta siz biz bilan bog'laning, Rohat House bilan bog'laning va to'liq ma'lumot olasiz. Albatta ko'rsatuvdan 100% ma'lumot bera olmaymiz. Siz telefon orqali ma'lumot olasiz va farzandingizni nafaqat o'zingiz ham kelib cho'milishingiz mumkin. Endi eng so'raydigan yana bir narsam bor. Masalan, yosh avlod uchun narxlar qanday? Ularga kamina bo'lsa ham chegirma bo'ladimi? Shu vaqtda ham kamina to'xtalib o'tsangiz. Albatta, bizda hamma uchun imkoniyatli chegirmalar qilingan. Hozir bu yil keyingi yilda aksiya e'lon qilganmiz. Ya'ni mana 1 soatga maktab o'quvchilari uchun soati 20 so'm. Juda ham yaxshi imkoniyat. Bemalol cho'milib dam olishlari mumkin. Bu nimaga yaxshi imkoniyatki, chunki men bilganim, mana shu viloyat suvida oddiy dush 30 so'm turadi. Oddiy dush. Lekin 20 so'mga bilyard, tennis, kompyuter, parilka, fitness, cho'milish, bilasizmi, undan oshiq sharoitlari bor. Albatta. Bu hammasi vatandoshlar uchun. Shu shirkatimizni to'g'ri ishlab turish uchun shundoq qilamiz. Yana bitta shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchimanki, suzish maktabimizga nafaqat maktab o'quvchilari, bundan tashqari doktor tavsiya qilgan har xil kasalliklar, aniqroq ayting, o'sha doktor disk grija deyiladi. Ichki organizmdan yog' bosgan holatda, qo'lda, oyoqda, bo'g'inlarda og'riq borlik holatda, shunga o'xshash xullas bir doktorimiz travmatolog sohasida 70%ni basseynda suzish bilan tuzatish mumkin edi. Bu deganiga son sanoqsiz kasalliklarni basseynda cho'milib suzib tuzatish mumkin. Biz individual podxod qilamiz. Har qaysi kasallik o'ziga aynan muallim ajratib beramiz. Yoshlariga farqi yo'q, kilolariga farqi yo'q, ajratib beramiz va o'sha kasal bilan alohida bemor bilan alohida ish olib boradi va Xudo xohlasa salomatliklari tiklanishi uchun biz imkon qadar harakat qilamiz. Aziz ota-onalar, albatta farzandingizni, yaqinlaringiz bilan kelib Rohat House Olimpiyskiy basseynida cho'milib, o'zingizni mana ustida aytmoqchi. Hozir texnologiyasida ishlayapmiz. Agar siz ba'zi so'zlarimizga ishonmasangiz, siz bemalol internetga kirib, mana shu ma'lumotlardan to'liq olishingiz mumkin. Qiziqarli suhbat uchun rahmat. O'z nomimdan, obunachilar nomidan, kuzatuvchilar nomidan, vatandoshlar nomidan Rohat House'ga keling, salomatligingizni tiklang, maza qilib dam oling. Chunki ko'ngilochar markazimiz xalqimiz uchun qurilgan va xalqimiz uchun xizmat qiladi. Salomat bo'ling. Fursatdan foydalanib, mana barcha xalqimizga, vatandoshlarimizga katta rahmat aytaman. Ishonchlari uchun, Rohat House brendini birgalikda yaratayotganimiz uchun. Aziz mehnatsevar vatandoshlarim, do'stlarim, aka-ukalarim, bir hafta mobaynida ishlab, toliqib, ham moralni, ham materialni qiynalib yuribsiz-ku. Keling, bir haftada bir marta kelib, maza qilib dam oling. 2 soatgina dam oling. Bir yangilanib, energiyaga boy bo'lib, bir hafta energichni ishlab yurasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.